Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda ota-onam uchun Shvetsiyaning parlamentida yolg'iz kishilik namoyish qilyapman. Bugun cheslaga 2021-yili 8-oyning 7-kuni shanba. Hozir men yomg'ir bo'lganligi tufaylidan mayaning ostiga kirib qildim. Mayam bo'ladi ekan. Bu yerga ruxsat berdi. Shu. Benim dadam Hamid Abdurrahman 1954-yili 5-ayning 20-kuni tug'ilgan, ya'ni İl oblastlik telegraf idorasidan pensiyaga chiqqan. Mening opam Saodat Bog'dan bo'lsa 1956-yili 8-ayning 21-kuni tug'ilgan, bu shaharlik qatnash idorasidan Bokoni Elefantyandan pensiyaga chiqqan. Mening opam dadam 2017-yili 1-ayning 27-kuni tutib ochib ketilib, Bo'zdagi turmada qanunsuz ishlayotgan. Onundan keyin Xitoy doiralari itiqolatni sud etib, opam dadamni 18 yil kesib o'tgan. Mening opam dadamningki hech qanday jinoyat yo'q. Chunki men Shvetsiyaga o'qishdan chiqishdan burun men opam dadamningki tarixiy materiallarni Beijingdagi Shvetsiya konsullik bergan chaqda hamma narsadan o'tib, menga qonunliq o'quvchilik vizasi bergan, keyin men kelgan. Sudningki hukmi qaragan chaqda Xitoy hukumati meni chet elda siyosiy panohlik tilab, siyosiy ishlarda bo'lgan deb, uningdagi opam dadamni 2014-yili Turkiya Cumhuriyatida sayohatda bo'lgan, bolasi bilan ko'rishgan deb kesib o'tgan. Xitoy hukumati mening opam dadam gunohsiz. Mening opam dadamni sen shaxsiz qo'yib o'tishing kerak. Ilmo mening opam dadamningki 5 yillik hayoti seninki qorong'u zindonlaringda dafsandalat o'tib ketdi. Xitoy hukumati men sana deb qo'yay. Meningki opam dadamningki hech qanday gunohi yo'q. Mening opam dadam gunohsiz. Bunisi sana intayin yo'q, buni o'zing ham bilsa. Sen meni bekarim-bekaga ayıplab yoki meningki 18 yoshdan oshgandan keyingi turmushimga aralashib, sen bu narsani ota-onamga qaytib bilib qilsang, men sana qarshilik bildirma va shundaqla ota-onamni qo'yib berishni talab qilma. Shundaqla sana qarshi norozilik namoyish qilma. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men bo'lsam bir ota-onasi Xitoyningki qorong'u zindonlarda ingrayotgan ikki Uyg'ur ana dadiningki farzandi. Mening opam dadam hozir shu qadar erkinlikka intilmoqda. Meningki opam dadamningki hayoti qorong'u zindonlarda dafsandalat o'tib ketib bordi. Qarindoshlar, meningki hech qanday nuqtam yoki hech qanday bir narsam birovning qo'lida emas. Meni boshqalar o'gitib emas, meni ota-onamga bo'lgan burchim, mas'uliyatim, farzandligim ado qilish uchun meni bu yerga chiqardi. Meni qandaqdir mening kaynimda sizlar o'ylagandagidek boshqa qarindoshlar yo'q. Mening kaynimda hech kim yo'q. Acaba balki meningki ikki mo'ramning to'pisidagi meningki qapoq emas yoki kalla. Shuni bilib olishinglarni umid qilaman. Qarindoshlar, sizlarmi kallanglarni ishiltib, o'zinglarningki ota-onasiga vaqtida ega chiqinglar. Mushu Yevropa elleridagi parlamentningki oldini hargiz bo'shliq deb o'ylamanglar. Bu bo'shliq, mushu bo'shliqdan foydalaninglar. Mushu ota-onanglarni chiqarish uchun tinim topmay harakat qilinglar. Xitoy tajovuzchiligiga qarshi harakatlarni qilinglar. Qanchalik qo'linglardan kelsa shunchalik. Agar qo'rqsanglar, ota-onanglar bir umr shu zindonning ichida o'tib ketishi ham mumkin. Mening ham o'tib ketishi mumkin. Menga unisi noma'lum, lekin men to'liq tashqa ishonch bilan chiqdim. Men cho'qim ota-onamni qutuldirishim kerak degan bu bir vazifani yelkamga ilib chiqdim. Meningki ba'zi bir hissiyotimdan foydalanib, meni qo'ygan shu qurultayning ichidagi tashkilotga odam bo'lganlik uchun men kunlarga barliq beshimda o'tgan ishlarni hissiyotimni anglitib o'tib ketdim. Qarindoshlar, men qayoqdan kiray, qayoqdan chiqay, qayoqdan tushishni o'zim bilaman. Uningga ayliqi menga o'shiqcha dars o'tmasanglar bo'ldi. Yana birsi bo'lsa, men yana degandagidek shu Shvetsiyadagi meningdan keyin kelgan bir o'zbek bolasi, ya'ni bizningki g'uljiloq, ya'ni Uyg'ur biz bilan shu g'uljida cho'ng'igan bir o'zbek yinoyatli bola. Mushu bolaninki og'ir darajada meni chiqishi bilan shundoq bo'lgan. Buning dalili sifatida g'uljininki nimasi soqchi boshlig'i Ne'mat opam dadamni o'qishga chiqarib qo'yib turgan chog'da
yo'q, buningki biz materiallarni qo'liga tushadiq. Buningki bolasiniki shundoq ishlar bor deb sotda material inson tekshirish, ya'ni sotdikilarniki qo'liga shu materiallar berib, opam dadamni nahaq kesayotgan. Shuningga qarindoshlar, ota-onamizga ega chiqayli, hech qachon bo'shab qolmayli. Mening gapim tugdi. Men kechda naq maydon qilmoqchi, qarindoshlarningki kirib, naq maydonimni ko'rishi, ba'zi bir ishlarni yana bilib qilishini umid qilaman. Unda bo'lsa, Xudoyimga omonat qarindoshlar.